Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 12-oktyabr navbatdagi savdomiz Nexia bir mashinamiz bo'ldi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 47 million naqd pula Hazar sabardik Ravshanbek akamizga. Agar rozimisiz savdodan? Roziman. Bag'ot avtosavdo aka-uka savdoga omad ishlarini topganlarimiz yaxshi kun to'ylarga buyursin. Rahmat. Yaxshi kunlarda demak nasib etsin. Xayrli barakali mashina bo'lsin. Tanlov uchun, ishonch uchun rahmat. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Mashina lyuks konditsioner 2005-yil. Yumshoq balon, chexol, polik, hamma narsasi. Xullas, mashina zo'rat paxlangan haydasa. Mashinamiz uchun kalenni zanglar ishlangan. Chiroyli sostenada mashinamiz 47 million so'm naqd pulga sotildi. Mashinamiz sotib berara, olib satar og'alarimizdan kelib turadi. Ustida savdo qilib berdik. Yine aluvchi o'zini chaqirdi. Zo'r, azam bilan yine ağalarımız işini bitirib berdik. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Avtosavdoda xizmat izlamiz.